boshingizga kelgan musibat siz uchun jazomi yoki boshqa narsami? Har bir inson unga berilgan qiyin ishlarni, ya'ni musibatli, sinovli, imtihonli holatlarni qanday qarshi olsa, u musibat unga nima uchun berilganligini ma'nosini shundan chiqarib olsa bo'lar ekan. Ya'ni masalan, Alloh taolodan sizga bir musibat keldi. Aytaylik, mashinangizni urib oldingiz. Bu siz uchun Allohdan bo'lgan bir g'azabmidi? Agar siz mana shu musibatga duch kelgan vaqtingizda g'azablanib, baqirib, chaqirib, har tarafni urib sindiradigan bo'lsangiz, demak Allohdan sizga g'azab kelibdi. Agar siz musibatga duch kelgan mahalingizda alhamdulillah, Alloh taolo o'zi bergan edi, o'zi oldi. Alloh taolo bundan battarini bo'lishidan asradi kabi so'zlar bilan, rozichilik bilan, rizo bilan qabul qiladigan bo'lsangiz, bu Alloh taolodan sizga yuborilgan bir rahmat, Allohdan sizga yuborilgan bir marhamat ekanligini alomati bo'lar ekan. Demak, musibat ayni musibat. Kimgadir g'azab bo'lib keladi, yana kimgadir esa rahmat bo'lib keladi. Kimidir darajasini pastlarga tushirib yuboradigan bo'lsa, yana kimnidir darajasini yuksaklarga ko'tarib yuboradigan sabab bo'lar ekan. Hammasi sizga bog'liq.